Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Abdushukur Muhammad Eminning Ömür talqinlari nomli asarining 2 bölümü. 6. 3 xazina. 3 xazina iftixori ming hikmat unda chaqnar. U untilsa zimiston, u tepilsa nav bahar. Qutatqu bilik xazinasi nomli kitabim 1956-yili 2 tilda e'lon qilingan Uyg'ur xalqining 11-asrdagi 2 buyuk olimining xotirasi degan maqolam bilan boshlangan intilish va izdinish asosida shu muallifning yeshida yozilgan. Bu orliqda Qutatqu bilikning ilmiy qimmati O'rta asr Uyg'ur madaniyatining yetuk qomusi Qutatqu bilik Yaponiyada e'lon qilingan qatorliq 7 parcha ilmiy maqola e'lon qildim va boshqa kitoblarimda bu haqda to'xtaldim. Bu kitobni yozishga 5 narsa turtki bo'ldi. Ular Turkiyalik olim Rashid Rahmati Aratning Qutatqu bilikni echilmagan xazina deyishi. Rus turkologi Partoldining bu kitobni tuvanlashtirgan so'zlari. Yusuf Xas Hojib qabrisining qayta yosilib yupuqdalganligi. Bu kitob tadqiqotining she'riy yashma nusxasini oddiy maqola shaklida takror yeshib berishni qilib qilgan oson yo'lga kirib qolganligi. Bu kitobning milliy va til tavaligi haqidagi talashlardan iborat bo'ldi. Darvaqa, bu klassik nomga sharh nomi kerak edi. Bu dal abadiylik yo'q hisoblanadi. Men mangu toshlar, turpan tekstlari, qaraxonilar hujjatlari ustida tadqiqot elib berib, Qutatqu bilik tili va fikrining yildizi haqida izlandim. Aristotel, Farabi, Firdavsi, Kaykavus asarlariga murojaat qildim. Kitobni siyosiy nuqtadan izohlashdan saqlandim. Uni kesib olmay bir butun holatda izohlashga urindim. Natijada talashib yurgan til va madaniyat ersiyati hal bo'ldi. Yusufning tili Sinqu Sali Tutung tili bo'lib chiqdi. G'arbiy yurt Toshkemir san'ati xazinasi nomli kitobim Xinjiangdagi Budda davri san'at xazinasi haqidagi izlanishlarim asosida yozildi. Bu kitobni yozishga 4 narsa turtki bo'lgan. Ular bu xazinalarning suv ombiri yasash, o'g'it to'plash va vaqt ekaklarida buzilib berishi. Sitayin va Shangda apandi qatorliqlarning tarimda asli madaniyat bo'lmagan tarim madaniyati Hindiston madaniyati eshindilardan tarkib topgan degan qarashi. Bu madaniyat yodgorliklarining o'z zamonidagi birinchi darajalik badiiy qimmati, xalqdagi untilish ruhiyati. Men bu xazinani kitobdan iborat to'pan basmas tur teg'iga yetkigim va qayta izohlag'im keldi. 2 qatim qalam ilib tashlab qo'ydim. Buddizmni tadqiq qilish, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Rossiyaga ilib ketilgan toshkemir javharatlarining rangli foto suratlarini oldirish orqali andin kitobni ravon yozishga kirishdim va uning xanzuchisini hozirladim. Bundaq bir yuqori moliya madaniyat fondi asosida yaratilgan ulug' xazinaning bir muxtasar o'rnak kitob shaklida bo'lsa-mu, o'lmaslik suyida cho'mildirilishini va abadiylik mumiysi holatida saqlanishini qanday qizg'inlik bilan izlandim ha? Bir musulmonning buddizm tadqiqotida qancha kitob ko'rishi, qancha Budda ibodatxonalarini ziyorat qilishi, qancha ikon butlar bilan to'nishib chiqishiga to'g'ri keldi. Uyg'ur muqam xazinasi 2 oyda yozildi. Bu kitobni men doktorxonada tamomladim. Ammo bu 1970-yillarning oxirida boshlangan tadqiqot ziyorat asosida 2 kitob 16 ilmiy maqola asosida maydonga keldi.
Uyghur klassik muzikasi 12 muqam haqida. Şinjanның таң davridagi naqshi usul san'ati degan ikki kitobim 1980-yili nashr qilinib tarqitildi. Uning birinchisi ikki tilda 4 qatim nashr qilindi. Xalqaro ko'rgazmaga qo'yildi. Yaponiya davlat kutubxonasiga saqlashga elindi. Oradagi 13 yil ichida Uyg'ur muqomlarining manba iqillari, ko'san madaniyati va usul san'ati, Uyg'ur usullarining tarixiy tasviriy uchurlari qatorliq ilmiy maqolalarni e'lon qildim. Nima uchundir har qitim mening muqom haqidagi tushuncham xuddi Kolumbodan ilgariki sayyohlarning zamin haqidagi tushunchilarichilikla ekanligini his qilib qoldim. Elimi bu zamin tilsimidek ushbu katta xazina yo'ritilib putkani yo'q. Uyg'ur madaniyat sistemalarida yuqoridagi 3 xazina olam shumul ta'sir va hurmat qo'zg'agan ulug' madaniyat al-ihromi bo'lib hisoblanadi. U haqiqatan bizning muqaddas obidimiz. 7. Ko'milgan iz, uzib etilgan zanjir. Ko'kdan izdiganni yerdan top, sirtdan izdiganni erdin. Qumul xalq maqoli. Men aslida kichigimdan har xil kichik umoq hayvon bolalarga amroqligim tufaylidanmikin biologiya, ximiya fakultetiga o'qishga kirgan edim. Tafakkur turmushi meni inson va go'zallik temasi bo'yicha izlanishga boshlab keldi. Ko'zimga ko'ringani olimlik unvoni emas. Ko'milgan va uzib parchalab izohlangan Markaziy Osiyo turpan qadimki inson turkumi va uning madaniyat go'zalligi bo'ldi. Yerlik kitoblarda, hatto Navoiy hazratlari bilan Mirza Haydar kitoblarida yiroq tarix unutilgan. Uning o'rniga Nuh bilan Yopaz, Chingiz bilan Tug'luq Temirxon muqaddima qilingan bo'lsa, o'zga yeziqdagi kitoblarda faqat shohnoma rivoyatlari bilan xonliq solnomalari ko'klarga ko'tarilgan edi. Menmo tayyor dabqa perixo'rliq qilishni xohlamadim. Chunki kishi paytun harvada o'ltirib, zaytun o'tiga kiyib ketish uchun bu qisqa rabatga kelmagan. Markaziy Osiyo, Yevropa tutash quruqligida ibtidoiy metal madaniyati va ot madaniyati eng dastlab boshlangan va tarixda tunji xalqlar aloqa qizg'inligini oshgan xosiyatli zamin edi. Uningsiz ot bilan zafar quchgan imperatorlar va notonish xalqlar zaminlarni tutashtirgan qadimki qatnashni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Nuqtani bilish uchun chambardan xabardor bo'lish lozim. Bu makon tutashligi tushunchasi. Hozirni va kelgusini bilish uchun o'tmishni ro'shanlashtirish kerak. Bu zamon izchilligi uqumi. Rostini aytganda, dunyoda haqiqiy ma'nodagi o'lgan millat va yo'qolgan madaniyat bo'lgan emas. Men Markaziy Osiyo madaniyatini izlash jarayonida Farabi va uning falsafa sistemasi, qadimki Markaziy Osiyo, ya'ni qadimki Turan tarixi, Uyg'ur falsafa tarixi qatorliq kitoblarim bilan bir qator ilmiy risola maqolalarimni Markaziy Osiyo madaniyat tarixi tadqiqoti bo'yicha yozib chiqdim. Bu maqolalar O'rta Osiyo ellinizm madaniyati, O'rta Osiyoda quyosh ilohiyatchiligi, O'rta Osiyo xalqining 4 zot qarishi, Navro'z bayrami va uning tarixiy qatlami, Markaziy Osiyo inson madaniyatshunosligi masalalari, Siktay Sak, Uyg'ur kiyim madaniyatidagi an'anaviy izchillik, Siktaylarning metal hunar san'ati, Uyg'ur ajdodlarida may madaniyati, Yipak yo'lining iqtisodiy qimmati, Manizm tasviriy san'ati va turpandan tepilgan manizm yodgorliklari, G'arbiy yurt teatr san'atining manbalari, Uyg'ur tibobatchiligining tarixiy tasviri,
Uyg'ur islom madaniyati. Jumladan Firdavsi, Ibn Sina, Hafiz Shirazi, Xo'ja Bahoviddin, Amir Xisrav Dehlevi, Ahmad Yassavi qatorliq Yipak yo'li mutafakkirlari haqida xos baho va qarashga ega maqolalarni o'z ichiga oldi. Mening Mansur Hallaji haqidagi maqolam shu xil xos ma'nodagi maqolalardan edi. Men to'laroq Markaziy Osiyoning milodiyadan ilgariki Monizm va Buddizm davridagi islom madaniyat uyg'onishi davridagi madaniyat tarixiga qiziqdim. Bu bir madaniyat chambari sobiq Sovet ittifoqi davrida e'tibordan chetda qoldirildi. G'arb markaz nazariyachilari uni qadimgi Grek, Eron, Hindiston madaniyatining soqindilariga bog'lab izohlashdi. Yerlik tadqiqotchilar faqat koni Uyg'ur yoziqi tekstlarini, turkiy lug'atlarini o'lcham qilib oldi. Men to'limi yiroq bu madaniyatni echish uchun bir chaqlarda texmi ko'p kitoblarni yozishni o'ylagan edim. Onun bir qismi Markaziy Osiyo ideologiyalik madaniyat tarixi, tarixdagi Uyg'ur xonliqlari tazkirasi, Yakan xonliqi tarixi, Xinjiang tarixi qatorliqlar edi. Qadimki Markaziy Osiyo asosliqi milodiyadan ilgariki bu zonna madaniyat tarixiga qartilgan bo'lib, 30 yoshimda, 53 yoshimda, 59 yoshimda bir qor qayta ishlandi. Farabi va uning falsafa sistemasini yozish uchun Beijingga 2 qaytim, Toshkentga 1 qaytim bordim. Hatto O'trarni ziyorat qildim. Bu kitobimning yerimi, balki texmi ko'p qismi muharrir tarafidan ichidan qirqish usuli bilan qirqib tashlandi. Ular kitob bahosini arzonlatish uchun bat sonini qattiq cheklab, kitobni besib yetib olgan edi. Ba'zi adib pishqadamlarning bu kitobni zahar tarqitadiganligi to'g'risidagi alohida ogohlantirishi tufayli bu kitobning signali, ya'ni tunji zavod nusxasi 1 yil besib qo'yilib, oxir maxsus senzur qo'shilgandan keyin basmaga berildi. Mening 2 oq boshni yezib oq tushdi bu beshimga degan she'rim Farabi va Yusufxas Hojib tadqiqotiga qartilgan edi. Bu kitob haqida O'zbekistondagi davlatlik jurnal O'zbekistonda ijtimoiy fanlarning 1992 yillik 5-6 sonlarida Abdulhaq Abdurasul o'g'li maxsus maqola e'lon qilib, yuqori baho berdi. Men Farabi ideyalarini bir-biriga uygilari kirishadigan, bir yiltizidan shohlanadigan sistema holatiga kirgizib, uning sxemasini sizib, tamga chaplab qo'yib yozdim. Qo'lga chiqqanning hammasi uning ideyasi bo'lishi mumkin. Biroq chechilang'u ideyalarning sistema yiltizlarini aniqlash boshqa emgak edi. Uning ustiga G'arbiy Osiyoda ruhaniyatga, xristian ellari bilan Sovet ittifoqida maddiyonchilikqa moyil qilib izohlangan bu ulug' zotni halol xarakterlashmi masala edi. Jungo va Uyg'urlarda tunji bo'lgan bu tadqiqot bu temaning xotimasi bo'lmay, muqaddimasi albatta. Meni xo'shal qiladigani Farabi she'rlarining men ishlagan aruz tarjima shakli. Bu she'rlarmi xuddi tong davridagi g'arbiy yurtga oid xanzuchi she'rlarning tarjima nusxasidek jamoatchilik yoqtirib misol qiladigan she'riy yodgorlik bo'lib qoldi. Uyg'ur falsafa tarixi nomli kitobim asli O'rta Osiyo falsafa tarixi o'chiriki degan nomda yozilgan. Bu kitob men Uyg'ur va O'rta Osiyo falsafa ideya tarixining yiroq manbalaridan toki yaqinqi zamon namoyandalarigacha bir qator maqolalarni e'lon qildim. Maqsadim nuqul
İslamiyetdən keyinki fəlsəfə tarixi tədqiqatını İslamiyetdən ilgiriki dəvrə bir qədəm, onundan ilgiriki ibtidai aləm və kişilik qarashlarına yana bir qədəm ilgiri sürüş idi. Bu xil fəlsəfə tarixi tədqiqatı uzaq çəkləndi. Özbekistanda 2. Jahon urushidan keyin xalqaralıq mutafakkirlar, ya'ni Xorazmi, Farabi, Biruni, Ibn Sinani xotirlash munosabati bilan bu haqdagi tadqiqot 2. ratdagi falsafa tarixi kategoriyasi salohiyatida boshlandi. Bu ishda akademik İbrahim Mo'minov izchi yo'l ochquchi edi. Xayrullayev Muzaffar Muhiddin o'g'li Ersuf qatarlıqlar onun izidan mаңды. Bu bir fan tarmaqini echish uchun 1956-yili Uyg'ur xalqining 11-asrdagi ikki buyuk olimining xotirasi nomli maqolani yozishim bilan o'ngchi qalpiqida 20 yil siyosiy huquqdan mahrum zulm ko'rishga manzur bo'lgan edim. Farabi falsafa sistemasining tarixiy qimmati, Komirajivaning falsafa ideyasi, Alisher Navoiyning falsafa qarashlari, falsafani isloh qilish tezislari, Xutatqu Belikning tabiat falsafasi ideyasi, Küsen rassamlaridagi estetik ong to'g'risida qatorliq maqolalarni e'lon qilganimdan keyin O'zbekistonda ijtimoiy fanlar jurnalining 1992-yillik 3-4 soniga A.X. Xo'jayevning Junxo Xalq Jumhuriyatida O'rta Osiyo madaniyat tarixini o'rganish haqida degan maqolasi e'lon qilindi va O'rta Osiyo tafakkur tarixiy tadqiqotidagi amgaklarim baholandi. Mən Uyğur ədəbiyyatı tarixi tezisini tüzüb bu temaga qiziquvchilarga qolaylıq yaratgan bolsammı, özüm Uyğur ədəbiyyatı tarixini yezishni tanlamadım. Çünki bu hər bir o'qitish yurtlari doim yezib yengilab turadigan doimiy darslik qurilishi edi. Jungo asalliq millatlar falsafa tarixining mas'ul muharriri bo'ldim va Xanzucha yozilgan bu kitobning Uyg'ur falsafa tarixi qismini yozib chiqdim. Xinjiangning falsafa ideya tarixi nomli kitobning Uyg'ur, O'zbek, Qirg'iz qismini yozib chiqdim. Qirg'iz falsafa tarixini yozishdan shuncha bosh tortsammi bo'lmadi. Bu sohaga mening qo'l tekkizishim eng nomunosib ish edi. Mening falsafa tarixidagi fikrlarim hamisha bir qatmal holatda turmaganligidan faxrlanaman. Bu jihatdagi qarashlarimni ilmiy adabiy asarlarim bilan Arif nomidan ko'rish mumkin. 8. Bir millat uchun birinchi zaruriyat ruhni poklashtirish binokorligidir. Izingdan tikan unsa avlodingning putiga sanchilar. Qumul xalq maqoli. Millat uchun mayli u qaysi etnik turkum bo'lsin, tarix sahifasi va dunyo sahnasida mavjud bo'lib turishda zarur shartlar nihoyat nurg'un bo'lsa-mu, uning birinchisi va hamma vaqt besib o'tishga tegishliki uning ruhiyat qurilmasidir. Millat tashkili o'zining ibtidoiy davridala diniy e'tiqod, murosim, odat, olam va kishilik qarashlari orqali o'zining ruhiyat ritmini tuzadi. Millat uchun uning yuqori kamolatga qadam qo'yishi bundaq binokorlikni taqozo qilib qolmasdan, uning hatto mavjud bo'lib turishi, o'z iqtidorini joriy qilishi uchunmi bundaq ruhiyat qurilishini oldingi shart qiladi. Ruhiyat binokorligini bir chetga qayirib qo'yib, mol dunyo tapovitiga berilgan yurtning taqdiri Vezuviy yanartig'i ostida qolgan oltin sodisi shahri Pompeyning taqdiridanmi fojialik bo'lishini qat'iy hukm qilish mumkin. Ibn Sina to'g'ri aytgan. Kesal eg'izdan bo'ladi. Bizmi kesib aytamiz. Fojia och ko'zlikdan operada bo'ladi.
beyishqa ruhiyatni qurbon qilishni badal qilayotgan xalq bilan qurbeti yetguncha o'zining ruhiyat qurilmasini paklashtirayotgan xalqning oldida nima turayotganligini tasavvur qilish qiyin emas. Men hozirgi zaman fan texnikasi, iqtisodiy va insonparvarlik ideyalari turkisida Uyg'ur zaminining bekinmechilikdan qutulib dunyoga yuzlanish muqarrarligini his qilgan edim. Meningcha, mushu asrning oxirgi mo'chili uyg'onish yillari bo'lishi kerak. She'rlarimdagi yangi asrga ketayotgan chalda kelgusiga talpinish, intizorlik ruhiyati ifodalandi. Bir qator maqolalar yozdim. Tarixni qayta o'ylanish, xalqni obrazliq tafakkur vositasida ifodalash, ruhni sog'lomlantirish, millatni gullantirishning muqaddimasi. Hasadxo'rlik haqida hasratlik xiyollar. Millatning o'z-o'zini bilishi va sotsialistik madaniyat uchburjiki. Hozirgi zaman madaniyatidagi fojialik ziddiyat. Kelgusi bu yerdan boshlanadi. Yipak yo'lidagi 9 hikmat. Yipak yo'lidagi bir cho'ng illat. Orifnoma. Yipak yo'li va to'gi qush ruhi. Yipak yo'lining iqtisodiy qimmati. Oila madaniyati. Temisidagi bir qator maqola, kitoblar ayni shundoq maydonga chiqdi. Bu maqola kitoblar yuqori qatlam ziyolilar ichida qizg'in hesdoshlik qo'zg'agandan boshqa bir qator e'tirozlarni paydo qildi. Ba'zi oq ko'ngil va millatni hissiy muhabbat bilan so'yadigan kishilar millatdagi illatni so'kishni millatni so'kkanlik, millat obrazini xunuklashtirganlik deb qarashdi. Ba'zi tarixchilar mening Uyg'ur ruhiyati qurilishi bilan kelgusi tarixni kutib olish cho'qonlarimni kelgusi bizning ishimiz emas, yanala tarix tadqiqoti maqolalarini ko'proq yozing deyishdi. Ba'zi adiblarimiz meni bir asrdan keyinmi taqozo qilinmaydigan narsani so'zlagan xiyolparast desa, ba'zilari ma'rifatchilarning fojialik taqdirini chillayotamsiz deyishdi. Bulardan başqa gazet muharrirlardan mening maqolalarimni xohlagancha so'lga buraydigan jumlalar bilan takrorlab e'lon qilgan kishilarmi chiqishdi. Shunda qilib men bir mezgil g'alati odam, yot inson bo'lgandek bo'ldim. Ammo ushqandak taraqqiy qilayotgan zaman darhol texmi ko'p kishilarga millatni aql bilan so'yishni o'rgatdi. Madaniyatga qarshi psixika, ruhiy illat bilan rashik, hasad bir-biri bilan qattiq birlashganda uyg'otquchini tushunmaslik, til haqorat avj oladiganligini, obrazi burmilanib, o'zi tanholik azobini chekadiganligini bevosita ko'zatdim va boshdan kechirdim. Ko'p o'yladim. Bir millat umumiy uyg'onish davrida bir kun kechikib uyg'onsa, bir yil orqada qelishi tabiiy. Bir millat uchun eng ig'ir xursindi illat uning jasoratsizligi, soxta iftixor va bekor talabligi. Tarixning eng ig'ir jazosi o'lim emas, balki mangulik la'nat taxtasiga mixlanishdan iborat. Arif, uyg'ongan insonning xizmati uyg'otishdan iborat. Uning endişe qilidigini o'z fojiasi emas, balki millatning umumiy tarixiy fojiasi. To'qqizinchi. Yangi nazariyaviy yakunlar. Bog'dan meva uzginingda yangi ko'chat qo'yib bar, ko'chirib yodlash bilan aql topmas e'tibor. Men bir nupuzluq e'tiqod va g'oyaning yo'qligini navbatda olamshumul fojia deyish bilan billa buni cheksiz fikr erkinligi deb qarayman. Bu mendagi g'oyasizlik moyilligi bo'lmay, balki kamolatlik g'oyani izlash qizg'inligidan iborat.
Мен kitap maqallarim orqali bir qator yangi tafakkur tuzilmalarini o'tirg'a qo'ydim. Uning muhimlarining tafsiloti tovandikicha. Birinchi, qatlam nazariyasi metodologiyasi. Bu tabiat, jamiyat, ruhiyat hodislari tuzilma va jarayon, makon va zamon jihatda ontologiyalik, ya'ni aslisotliq qatlamliqqa ega. Uni bilish va izohlash usulimu bilish nazariyasi jihatdanmu qatlam metodologiya prinsipini qo'ral qilish lozim degan qarashga markazlashgan. Ikkinchi, o'z uchuri orqali tarix tadqiq qilish usuli. Bu tarixni tarix yozuvchining konkret tashqi besim va ishki xohishchanlik asosida yeziq bilan yezishdan iborat an'anaga qarshi qo'yilgan yeziqni uchur qilishdek yangicha usul. Bu usul bo'yicha qarasak, tarixning o'z uchur sistemasi saqlangan bo'lib, u haqiqiy tarixdan iborat. Bu muhimi moddiy buyum, yeziq vasiqalarni asos qilib tarix bayon qilish usuli bo'lib hisoblanadi. Bundaq bo'lmaganda tarix har xil yezilib, asli o'z uchuri chetda qolgan bo'ladi. Bu Simachan, Herodotdan boshlangan usuldan ko'p jihatda chinliq, ilg'orliqqa ega. Bu uchur manbalarini asos, yeziqni qo'shimcha qilgan yangi tarix tadqiqot usulidir. Uchinchi, tarixning ikkiga bo'linish qarashi. Har qanday tarix butunlay o'tmishga aylanmaydi. Uning bir qismi hodisa, vaqa sifatida o'tmishga aylanadi. Uning yana bir qismi insoniyat tajriba saboqlari shaklida mangu saqlanadi. Yangi qatlamning o'lini tuzidi. Mohiyat va uslubda yiroq joylarga kengayib saqlanadi. Bu tarixning jeni, bilish jug'lanmasi, madaniyatning haqiqiy fondidan iborat. To'rtinchi, qismanlikka umumlikning ko'rinishi qarashi. Bu har bir milliy madaniyat detallarida, milliy folklor madaniyatining shoxchalari, tarmoqlari, hujayralarda o'ziga xos qismanlikdan tashqari butun milliy madaniyat san'at va milliy psixika umumiy alomatlarining gavdalik ifodalanganligiga qaratilgan qarash. 5. Milliy madaniyat irsiyati qarashi. Bu milliy madaniyatning qadimki gavdasi, har qaysi tarixiy shakllari, ya'ni formatsiyalari va hozirgi holatida izchil yo'sinda uning etnogenzisi, genealogiyalik, ya'ni paydo bo'lish ilmiy urug'i, tipi, aloyiligi saqlangan va davomlashgan bo'ladi degan fikriga asoslangan qarash. 6. Millat va milliy madaniyatning o'lmasligi va yo'qolmaslik qarashi. Bu tarixda aslidagi nomi, tarixiy qatlam shakli yo'qolgan millat va madaniyatlarni o'lgan millat va o'lgan madaniyat deydigan qarashlardan farqli bo'lgan qarash bo'lib, ularning keyingi qatlamdagi etnik turkum va madaniyat turkumida izchil davom qilganligi va saqlanganligini e'tiborga olishni asos qiladi. 7. İnsaniyat madaniyatshunasligining bir butunlikka qarashi. Bu har qaysi xalqlar tarixini mutlaq yoki favqulodda yo'sinda butun insoniyat tarixidan uzib olib, xalqaro ilg'or fikr iqimi va madaniyat hodislariga o'z aloyidligi bahosida cheklama qo'yishning to'g'ri emasligi haqidagi yangi qarash. U insoniyat tarixining mohiyati madaniyat tarixi ekanligini, uningdagi alohidlik va notakshilikning birdaklikka zid emasligini tavsiya qiladi. 8. Milliy madaniyatning qatlamliq sinkretik taraqqiy qilish qonuniyati qarashi. Bu milliy madaniyatning boshqa madaniyatlarning ta'sirisiz
o'z asosida rivojlanish nazariyasi, ya'ni tadrijiy rivojlanish nazariyasi bilan uning aksi bo'lgan milliy madaniyatlarning dunyoviy madaniyat markazidan tabiiy millatlarga tarqalishi asosida rivojlanish nazariyasi, ya'ni diffuziya nazariyasiga o'xshashmaydigan madaniyat taraqqiyoti haqidagi yangi qonuniyat, qatlam sinkretik rivojlanish qarashidan iborat. Bu qarash bir millatning madaniyati o'z millati ijodiyatidan bo'ladi. U o'zining milliy madaniyati asosida boshqa madaniyatning o'ziga lozimliq ta'sirini cheklab, bo'ysundirib, o'zgartib qabul qiladi. Bundaq rivojlanish va sinkretik, ya'ni qo'shilma holat orqali yangi madaniyat va uslub yaratish jarayoni tarixiy qatlam bo'yicha davom qiladi degan tezisga asoslangan bo'lib, oldingi ikki nazariyadan ilmiy va afzallikka ega. 9. İkki madaniyat va 5 madaniyat tipi qarashi. Cheksiz, rangarang madaniyatlarni yerlik madaniyat va xalqaro dunyoga yuzlangan madaniyat türege ajratish bilan 5 madaniyat tipini dunyoga yuzlangan klassik madaniyat tipi deb ajratgan qarash. Bular Grek Rim madaniyat tipi, Kusan Koshan madaniyat tipi, Sui Tang madaniyat tipi, Arab yeziqi madaniyat tipi, adabiy uyg'unishdan keyingi zamon madaniyat tipidan iborat. 10. Sharq madaniyat uyg'unishining 3 bosqichi deb o'tirg'a qo'yish. Bu islom xalifbeligida 9-12 asrdagi madaniyat to'lqini hodisasi. Bu e'tirof qilingan qarashni 3 bosqichga ajratgan. Yusuf Xas Hojib Mahmud Kashag'ariyni 3-davr bosqichining muqaddimalik vakili deb ko'rsatadigan fikr shakldan iborat. 11. Yeni Sharq uyg'unishi qarashi. Bu Sharq xalqlarining uyg'unishi, yeni Ipak yo'li aloqalarining kuchayishi, G'arb Sharqning yaqinlashib va tangqonlashib berishi, G'arbni markaz qilgan asosiy fan nazariyalarini texnologiyada qo'llanishdan Sharqda nazariyaviy tafakkur va moliya afzalligining shakllanishi bilan yeni Sharq madaniyati uyg'unishi davri yetib keladi degan bishoratlik hukm. 12. Kelgusi bu yerdan boshlanadi degan hukm. Bu hozirgi zamon insoniyat madaniyatshunaslik yuzlanishi, ya'ni fan texnika, iqtisod, madaniyat aloqalaridagi yangi istiqbol bo'yicha dengiz okean qatnashi ustunligi o'rniga yangi zamonaviy cho'nquruqliq har xil qatnashlari ustunligi erasi boshlanadi. İnsoniyatning boylik, emgak va bozorlari qo'yib to'plashgan cho'nquruqliq yanala Ipak yo'li bo'ylab kengaygan asosda yangi gullashga yuzlanadi. Nisbiy ma'noda dengiz okean qatnashi va port pristan gullanishi keyingi o'ringa tushadi degan hukm. 13. Markaziy Osiyo madaniyatining Ipak yo'lidan ilgariki davri va keyingi 3 tarixiy davri qarashining qo'yilishi. Bu Ipak yo'lidan ilgariki Sumer, Simyan, Siktay davri bilan Ipak yo'lining, ya'ni milodiyadan ilgariki 4-asrdan milodiya 16-asrgacha gullanishi, xarobilashishi va qayta echilishidan iborat 3 davriga ajratishga bo'ladiganligini o'z ichiga oladi. 14. Qatlamliq estetika sistemasi. Bu go'zallikni tabiat, jamiyat, bilish subyekti va mujassam qarashda izohlashdan farqli go'zallik hodislarini ontologiyalik, ya'ni asli go'zallik, bilish nazariyasilik, ya'ni estetikalik, san'at go'zalligi, zavq va baho, estetik tarbiya, inson go'zalligi, ma'naviy go'zallik, iqtidor go'zalligi qatorliq qatlam va tarmoq qatlamlarga ajratib, o'z sifati va alohidligi bo'yicha izohlaydigan ilmiy sistema. 15. Yangicha ong inqilobiy qarashi.
Bu hozirgi zamon fan texnika, madaniyat va ijtimoiy ziddiyatlar turkisidagi har xil ong, ideya qeliplari buhroni asosida shakllangusi inson maqsad qilingan mujassam garmoniyalik yangicha sivilizatsiya qarishining maydonga kelish muqarrarligi haqidagi hukm. 16. Falsafani o'zgartirish tezisi. Buningda ijtimoiy formatsiyadan boshqa yana bilishning tarixiy formatsiyasi, ya'ni animizm, teizm, panteizm, materializm, bash bilish tipi, ongning mantiqiy tipi va tarixiy tipi qatorliq bir qator masalalar bilan falsafaning obyekti, tip masalasi, oliy masalasi, mavjudlik qimmati, turkum kategoriyalari yangicha qo'yilgan. 17. Muqam madaniyetining nuqul muzika madaniyati bo'lmay, bir bütün etnik folklor madaniyati xarakteri qarishi. 18. Muayyan milliy assimilatsiya ham disimilatsiya, ya'ni yotlishish hodisasining qisman nisbiy, doimiy va qatlamli qarishi. 19. Jamiyatning g'oyibi sivilizatsiya haqidagi mantiqiy muhokama tizmasining nopus, ekologiya, hayot sharoitining bulg'anishi qatorliq tüp oldingi shartlardan ayirib elib berilishning g'ayri ilmiyligi qarishi. 20. Bir davlatda sotsialistik hokimiyat qurishning mumkinligi va kommunizmlik jamiyat barpo qilishning mumkin emasligi qarishi. 21. Barobarlikning mohiyati va mavjudligi qurilma va kuchlar nisbati muvozanatini oldingi shart qiladiganligi qarishi. 22. Ma'rif va sog'lom salmoq ma'naviy madaniyat qurilishining e'tiborsiz qoldirilishi bilan qo'lga keltiriladigan moddiy iqtisodiy ilgirlashning davolg'ishi va buhron paydo qilishi muqarrarligi hukmi va boshqalar. Bu qonuniyat, sistema, hukm va yakun tilga elish, ya'ni eğitim shakllari bo'yicha kitob maqolalarda ro'shan izohlangan. O davamlıq turmuş sınaqıdan ötüş kerak. Bu nazariyaviy yakunlarni darhol tanqidlash oson. Qiyini onun asoslangan hodislarini inkor qilish. Qonuniyatlarga xiloflik qilish, mayli tabiiy yoki ijtimoiy tarixiy jihatdan bo'lmasin, kishilarni jazolaydi. Jamiyatdan ig'ir tarixiy badal to'lam talab qiladi. 10. Shaxsning qimmati. Odamga olamning siri jo'g'langan, odamsiz sirini bilolmas jahon. Umr manzillarimda to'plagan tarmashlarimga bir qor nazar silib cho'chib ketdim. El bilan suhbatlashganim tanho fikr qilishlarimdan oz bo'ldi. Sayli sayohatda ko'rib bilganlarim, tayyor kitobatdan o'qib tasavvur qilganlarimdan oz bo'ldi. Kelgusi bo'g'inga qoldirganlarim o'tmish ustozlardan olganimdan oz bo'ldi. Aqlga berilib, hissiyotdan ayrilib qolgan va hissiyotga berilib zamin tangshikini buzib olgan ishlarim bir talay bo'ldi. Mag'rur va o'zimni arzimas tutgan ruhiy holatlarim har qaysi davrlarimda ko'rildi. O'zimni tizginlagan sukunatlarim bilan jur'at qila olmagan sukunatlarim orilishib ketdi. Xeylig'icha kechikib uyg'ondim va to'liq uyg'ona olmadim. Davr va muhit havosida uzoq mast bo'lib, tantak tushakib, mustaqil va bevosita ko'zitib tafakkur qilishda muchallab kechikdim. Meni o'qitgan o'qituvchilarimdan davomli nasihat anglab, o'qiyotgan o'quvchilarimdan yemirilmas ma'rifat karvini uyushtira olmadim. O'zi tushunib qoladi, qayta tushunishga fursat berish kerak deb, mening qarashlarimni rosa tushunolmagan zotlarga faol yaqinlashib fikrlasha olmadim.
Tematik tasavvurum nurg'un jihatlarda tar, qatmal, zaif bo'lib qoldi. Qisqasi, zaman, makan, turkum, individual chambar, to'siq zanjirlari ichida yashadim. Qo'llash imtiyozi, nashriyat homiyligi, yuqori qatlam ziyolilarining hamdamligi, faoliyatlarimga hamkorlashquchi kotiblarga muyassar bo'la olmadim. Zamanning xo'ratquchi do'lqinlari bilan ziqqi xastaligi xeyli ko'p vaqtim va kuchimni yeb ketdi. Meningcha, alohida iltifot divagatili va turmush mahoratiga mahir bo'lmagan zamondoshlarimning tafakkur turmushi qismatlarimi mushu tipga kiradi. Aks jihatdan olganda, insonning hayot qimmati o'ngishsiz muhit bilan elish orqali ro'yobga chiqadi. Rahat, tayyorga hayyor muhit yaltiroq ko'rinish yoritishi mumkin. Homer va Raduku qarg'u bo'lg'ashqa, Vena va Ud chalg'usiga o'ziga xos mahir bo'lgan. Siktaylar ot ko'ndirish jafosi va chavandozlik qo'rqinchini yengashga Yevropa, Osiyo quruqligining shimoliy va g'arbiy janubiy qismida faoliyat olib borgan. Kichik Osiyo, Falastin va Arab zaminidagi ko'plagan avliyo, anbiyolar podshohlik sarguzashtlarini beshidan o'tkazgan. Toshni silqlab ishlash yo'llari egallanmaganda metal hunarvanchiligi bo'lmagan bo'ladi. İsa Kiristga maqlanmaganda uning hesdoshlik qo'zg'atquchi azgu xislati yuksaklik qo'zg'ashda muncha kuchlik bo'lmagan bo'ladi. Yaltiroq marvoyit qora qululi farzandi, haqiqat xatolik chechiki, g'alaba mushaqqat holvisi. Raqib va kushandilaring, sening nazoratchilaring va o'z-o'zingni tizginlash signal belgilaring. Hafiz Shirazi to'g'ri aytgan. Tangri nadon va iqtidoriy ojizlarning qiymini oldin yeydi. Ularga omad to'qashlari tashlab beradi. Ular kishilik sariyining e'tiborliq mushuklari. Tangri Qaysar va Qobullarga butun riyozatlarni qoldirgan. Chunki ular tugman teshidan gul echildirg'uchi kishilar. Ularning g'amini yeyish hojatsiz. Ular o'z qimmatini, kishilik qimmatini yaratquchilardir. Shaxsning qimmati shaxsning kishilik tarixidagi qimmatining eng yuqori qimmat tipi qilgan. Bu shaxsning qimmati uning jismoniy mavjudlik qimmati, go'zallik baxsh qimmati, ota-onalik mehribonligi qimmatidan hol qilgan, shaxsiy umr qimmatidan hol qilgan tarixiy qimmat va umum kishilik to'kpikorligi qimmati degan so'z. Yeshib kelganda bu shaxsning qimmati uning nasab, salohiyati, egillagan imtiyoz va boyligi hisoblanmaydi degan so'z. Shaxsning qimmati uning hayotlik vaqtidagi erishgan madhiya yoki uchragan haqoratlari, g'alaba yoki mag'lubiyatlari, o'zi yoki boshqalar cho'qinib yasagan obraz, haykallari bilan belgilanmaydi degan so'z. Shaxsning qimmati uning hayotlik mazgili, hayot yoki o'lganligi bilan belgilanmaydi. Ölüm Tanrı'nın en oliy jazosi emas. Tanrı ve bütün mutlaq tabiat üçün ölüm oxirgi chek emas. Shaxsning qimmati o'ziga o'limni oxirgi mavjudlik chek qilmaydi degan so'z. Bu uch qatlamliq ma'niga faqat to'limi xomush, fikri ojiz, tantak kishilarla hayron bo'lishi mumkin. Bu hayronlik ularni ahmoqona tamanno qilg'uchilar, ahmoqona chot soqchilar va vafosiz palakka ko'ldirlab aldang'uchilar qilib qo'ygan. Biz uchun inson va uning madaniyati, baxt saodati, mujassam tafakkuri umum jug'lanmasiga o'ziga xos tarixiy qatlam uli hassini qo'shgan. O'tmishni kelgusiga ulaydigan ruhiyat tarixi va madaniyat tuzilmasiga xoslikqa ega to'kib qo'shgan.
Təfəkkürü və muammaları kişilər tərəfindən davamlı qayta etibar bilan qarashqa və hər qitim yeni mənada julalındığan ilham uşqunlarından bəhrəman bolışqa münasib bolğan kişilərinin qımmeti haqiqiy ölməz qimmatdir. Bu qimmat ma'lum ma'noda ularning homiy va qo'llag'uvchilariga rahmat suyi, ularga qasd qilg'uvchilarga xira sho'la, hatto tarixiy masxira elib keladi. Hamma o'ladi. O'limning vaqti, shakli, dafn murosimlarining dabdabisimi har xil bo'ladi. Ammo uzilmas do'lqin ma'rifat tarixi va ruhiyat tarixi o'zi xohlagan shaxslarni qaytadan tirildiradi. Buni zakas qilg'ili, o'zi qilib olg'ili. Abba Xo'jadak yuz minglagan qasamlik murt muxlislari va gumbazlik qabrgohlari bilan abadiylik obidasiga aylanib olg'ili bo'lmaydi. Nemi chora? Tarix ana shundaq narsa. U butunlay bo'lmasimu xalq tepishmoqlardagidek tag desa tagmaydigan, tagma desa kelib tegadigan tilsim. Men 4 faslga tug'ilayotgan, o'layotganlarga, har xil maishatda yashaganlarga, g'olib va mag'lublarga ancha taajjublanmay yashadim. Qat'iy mutlaqlashtirayotgan haqiqat deganlarimdan davomli qayta ko'zitishga qoldirgan obyektlarim ko'p bo'ldi. Bir qilib, bir figura, bir model atrofida muxlis parvona bo'lganim va har bir atalmini uning go'zal yoki xunuk nomi bilan mohiyatlashtirayotganim yo'q. Men tug'ilgandan toki o'lguncha o'zdan ilgariki fikr nusxalarini takrorlab o'tguchilar bilan uni yengiltaklik ravishda inkor qilg'uvchilardan farqlanishni xohladim. Tarixda mayli har qaysi din avliyolari, mayli ma'lum ideya mutafakkurlari, mayli biror kashfiyot egalari bo'lsin, o'zlari yangi fikr sistemalarini o'tirg'a qo'yishdan ilgari bu xil qarashning namoyandalari bo'lmagan edi. Sakyamuni buddizmni, Isa xristianchilikni, Muhammad alayhissalom islomni o'tirg'a qo'yishdan ilgari bu aqidalarning namoyandalari emas edi. Falsafa, ijtimoiy fan va tabiiy fanlar tarixidagi yangilik egalari haqida-mu shuni deyish kerak. O'ttira yoki oriflik yeshida o'z zamonasining yangi fikr iqimi va ilmiy taqozzolaridan yiroqda qoladiganlar ko'p albatta. Chunki hamma odam aynishtin bo'lavermaydi. Ammo tarix fikr buhronlari va ilm taqozzolari muayyan pallaga yetganda tarixiy shaxslar orqali o'z yo'lini yo'rtquchi mo'jizlarni paydo qiladi. Ular mushaqqat ichida ilgirlaydi va kishilik ruhiyatiga nur beg'ishlaydi. Tarix ularga mushkullik orqali yuksaklik baxsh etish bilan billa qarshilashquchilarning cho'qonlariga yo'l qo'yadi va ularni yana masxara tuzonlari bilan ko'mib etadi. Olam faqat adabiylik javohiratlari va bu yo'ldagi har bir tarixiy qatlam to'kpalarini ruhiyat boyliqi qilib, uningda yangi avlodning kishilik muhitini yaratish qilib mabdun. Uningdan boshqa har qanday shaxsning hayoti, ro'zg'ori va shaxsiy turmushiga bevafo. Chunki halokat qonuni dal vafosiz falakning tub qonuni, olam dialektikasining po'lat mantiqisidan iborat. 60'ga kirdim. Olam sirlaridan pinnedek bilib oldim va bu qismanlikdan olamning umumiy mijozini his qildim. 60'ga kirdim. Kishilik turmushning jismoniy jihatda qisqa mazgilligi va ruhiyat izchilligining cheksiz tarixiy zanjiridan xabardor bo'ldim. O'lim menga qo'rqinchli uchur emas, balki u hayotni qadrlash, uni oltin popukka tegishib qo'ymaslik uchun tirishishga ilhom berib, cho'qon selib turgan vahiy. Men hayotni o'lim tarozisida,
Ruhiyat javohiratlarimni tarix mizonida o'lchayman. Qolganlari mayli qasr, mayli xazina bo'lsin, faqat bevafo olam kirpikidagi chang to'zondan iborat. Ömrü talqinlarim texi oxirlashmadi. Men uni har bir hujayralarım nurg'u to'lg'ucha davomlashtiraman. Ishinamanki, uni mendan keyin yana minglagan olam sirlari va kishilik tilsimlari haqida izlanguchi ruhiyat muxlislari izchillashtiradi. Ümidim g'alati fikrlarimning haqiqatga yaqinligini, g'alati sezilmagan tafakkur qarashlarimning aqida va odatga beqinganligini his qilishingizdan iborat. Tamam. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan.